Dada, nega biz o'zbek tili bayramini faqat maktabda o'tkazamiz? Uyda-chi? Ism chiqyapti. Ona, eng chiroyli so'z qaysi? Oyijon, nega bizga o'zbekcha she'r yozatmaysiz? Axir biz o'zbekmiz-ku. Oyi, ona tili yo'qotib qo'ysa nima bo'ladi, a? Men o'zbek tilini yaxshi ko'raman. Dada, nega siz bizga o'zbekcha ertak kitob o'qib bermaysiz? Axir biz o'zbekmiz-ku. Nima dey? Savol bering, men gapiraman. Men musobaqa bo'lganda o'zbek tilida gaplashaman. Chunki biz o'zbekmiz-ku. O'zbek tili juda chiroyli til. G'urbatda g'arib, shodmon bo'lmasimiz. El angishafihu mehribon bo'lmasimiz. Oltin qafas ichragar qizil gul bitsa bulbul g'atkondek oshyan bo'lmasimiz. Dada, ona tilini yo'qotib qo'ysa nima bo'ladi?